Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men ishda davom etayotgan pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Pensiyani qayta hisoblash. Bu mavzu har bir ishlovchi pensionerga, ularning farzandlariga, buxgalterlarga va kadrlar bo'limida ishlaydiganlarga bevosita tegishli. Chunki odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlasa, uning keyingi ish staji, to'langan ijtimoiy soliq va rasmiy daromadi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchilik shunday deb o'ylaydi. Men pensiyaga chiqdim, endi pensiyam bir marta belgilandi, tamom, boshqa o'zgarmaydi. Aslida bunday emas. Ayrim holatlarda pensiya qayta hisoblanadi. Ayrim holatlarda esa qayta hisoblashdan foyda bo'lmasligi ham mumkin. Eng muhimi, qaysi holatda ariza berish kerak, qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, mana shularni bilish zarur. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda ishlayotgan pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamlarning real puliga, oylik daromadiga va huquqiga ta'sir qiladi. Avvalo masalaning asosini tushunib olaylik. Pensiya tayinlanganda davlat sizning ma'lum davrdagi ish stajingizni, rasmiy ish haqingizni, to'langan badallarni, imtiyozli davrlarni va qonunchilikda belgilangan boshqa omillarni hisobga oladi. Ya'ni pensiya miqdori shunchaki hamma uchun bir xil qilib qo'yilmaydi. Kimning staji ko'p bo'lsa, kimning rasmiy ish haqi yuqori bo'lgan bo'lsa, kimda imtiyozli holatlar bo'lsa, uning pensiyasi boshqacharoq shakllanadi. Lekin pensiya tayinlangandan keyin ham ko'p odamlar ishlashda davom etadi. Buning sabablari turlicha. Kimdir oilasini boqadi, kimdir kredit to'laydi. Kimdir sog'lig'i uchun dori-darmonga pul kerak bo'lgani uchun ishlaydi. Kimdir esa tajribali mutaxassis sifatida ish joyida kerak bo'lib qoladi. Shunda mantiqiy savol tug'iladi. Agar men pensiyaga chiqqanimdan keyin yana rasmiy ishlasam, oyligimdan soliq va ijtimoiy to'lovlar ushlansa, bu keyin pensiyamga qo'shiladimi? Mana shu yerda qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi. Oldin ko'p odamlar bu jarayonni bilmasdi yoki juda kech bilardi. Ba'zilari pensiya jamg'armasining o'zi hisoblab beradi deb kutib yurardi. Ba'zilari esa ishlayotgan pensionerga baribir qo'shimcha hisoblanmaydi deb o'ylardi. Natijada odamlar o'z vaqtida murojaat qilmasdi, hujjatlarni yig'masdi, mehnat daftarchasidagi yoki elektron bazadagi xatolarni tekshirtirmasdi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Davlat organlarida elektron ma'lumotlar bazasi kuchaydi. Ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotlar ko'proq raqamli shaklida yuritilmoqda. Tashkilotlar hisobotlarni soliq organlari orqali topshiradi. Pensiya organlari ko'p ma'lumotni tizim orqali ko'ra oladi. Lekin bu hammasi avtomatik va xatosiz bo'ladi degani emas. Amaliyotda baribir xatolar uchraydi. Ish beruvchi hisobotni noto'g'ri topshirgan bo'lishi mumkin. Xodim boshqa familiya bilan ishlagan bo'lishi mumkin. Eski davrdagi staj hujjatlarda ko'rinmasligi mumkin. Ayrim oylarda ish haqi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, ishlovchi pensioner o'z pensiyasiga befarq bo'lmasligi kerak. Pensiya bu sizning huquqingiz. Uni to'g'ri hisoblatish uchun esa sizda ma'lumot, hujjat va nazorat bo'lishi kerak. Endi kimlar aynan bu masalada o'ylanishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlayotgan pensionerlar bu mavzuga e'tibor berishi shart. Rasmiy ishlash deganda mehnat shartnomasi asosida ishlash, ish haqi rasmiy hisoblanishi. Ish beruvchi tomonidan tegishli soliqlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha hisobot berilishi nazarda tutiladi. Agar odam og'zaki kelishuv bilan ishlasa, na mehnat shartnomasi bo'lsa, na rasmiy oylik ko'rsatilsa, bu davr keyinchalik pensiya qayta hisobida muammo tug'diradi. Chunki davlat organi hujjat va elektron ma'lumotga qaraydi. Ikkinchi guruh pensiyaga chiqqandan keyin kamida ma'lum muddat ishlaganlar. Qonunchilikda qayta hisoblash uchun odatda qo'shimcha staj muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, pensiyaga chiqqaningizdan keyin 1-2 oy ishlab, darhol pensiyam oshsin deyish har doim ham amalda natija bermasligi mumkin. Chunki pensiya qayta hisobida qo'shimcha ish davri, ushbu davrda rasmiy daromad, oldingi hisoblangan pensiya bazasi va boshqa mezonlar hisobga olinadi. Shuning uchun odam o'zining qancha vaqt ishlaganini aniq bilishi kerak. Uchinchi guruh pensiya tayinlangan paytda staji to'liq hisobga olinmagan odamlar. Masalan, bir ayol 5 yoshida pensiyaga chiqqan. Lekin 1990 yillardagi ishlagan korxonasi yopilib ketgani uchun u davrdagi ish staji tasdiqlanmagan. Keyinroq arxivdan ma'lumot topildi. Mana shunday holatda bu faqat ishlovchi pensioner masalasi emas,
umuman pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasi bo'lishi mumkin. Agar ilgari hisobga olinmagan staj keyin tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta hisoblanishi ehtimoli bor. 4-guruh pensiya tayinlangandan keyin yuqori maoshli ishda ishlaganlar. Masalan, bir kishi pensiyaga chiqishdan oldin oddiy ishda 2 million so'm atrofida rasmiy oylik olgan. Pensiyaga chiqqandan keyin esa mutaxassis sifatida boshqa tashkilotga o'tib 6 million so'm rasmiy oylik olgan. Bunday holatda qayta hisoblash natijasi sezilarli bo'lishi mumkin. Lekin yana bir narsani unutmaylik. Pensiya hisobida hamma daromad ham cheksiz miqdorda olinavermaydi. Qonunchilikda chegaralar, hisoblash tartibi va koeffitsiyentlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun oyligim 3 barobar oshdi. Pensiyam ham 3 barobar oshadi deb o'ylash noto'g'ri. Birinchi misol, Akmal aka 6 yoshida pensiyaga chiqdi. Pensiyasi 2 million ming so'm qilib tayinlandi. U pensiyaga chiqqandan keyin qorovul bo'lib rasmiy ishga kirdi va 2 yil davomida oyiga 1 million 800 ming so'mdan rasmiy ish haqi oldi. Bu davrda ish beruvchi barcha hisobotlarni topshirgan. Akmal aka 2 yil ishladim. Pensiyam albatta juda ko'p oshadi deb o'yladi. Pensiya organiga murojaat qilganda uning qo'shimcha staji inobatga olinishi mumkin, lekin ish haqi avvalgi hisob-kitobga nisbatan past bo'lsa, oshish juda katta bo'lmasligi mumkin. Ba'zida qo'shimcha staj pensiyaga ozgina ta'sir qiladi, lekin baribir har oy 2 ming yoki 1 ming so'mga oshsa ham bir yilga hisoblaganda bu 600 ming yoki 1 million 200 ming so'm degani. Shuning uchun kichik oshish ham e'tiborsiz qoldirilmasligi kerak. Ikkinchi misol, Gulnora opa pensiyaga chiqqanida uning umumiy staji 28 yil deb olingan. Keyin u maktabda yana 3 yil o'qituvchi bo'lib ishladi. Rasmiy oyligi 10 million so'm bo'ldi. Pensiya tayinlangan paytda ba'zi eski ish davrlari ham to'liq kiritilmagan edi. U pensiya bo'limiga borib, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi va ish joyidan ma'lumotlarni taqdim etdi. Natijada faqat pensiyadan keyingi 3 yil emas, balki oldin hisobga olinmagan 2 yil ham aniqlanishi mumkin. Bunday holatda qayta hisoblash ancha foydali bo'ladi. Chunki bir vaqtning o'zida staj ham ko'payadi, ayrim davrlar ham tiklanadi. 3-misol. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin kelishuv asosida ustachilik qildi. Har oy yaxshi pul topdi, lekin rasmiy shartnoma yo'q, soliq to'lovlari yo'q, ish haqi hisobotda ko'rinmaydi. U 4 yil o'tib pensiyasini oshirishni so'rab murojaat qildi. Afsuski, u ishlaganini qo'shnilari ham, buyurtmachilar ham biladi. Lekin pensiya hisobi uchun bu yetarli emas. Pensiya organi og'zak gapga emas, hujjatga tayanadi. Mana shu sababli rasmiy ishlash juda muhim. 4-misol. Dilorom opa pensiyada bo'lsa ham xususiy klinikada hamshira bo'lib ishladi. Ish beruvchi unga oylik berdi, lekin bir qismi rasmiy, bir qismi konvertda berildi. Rasmiy qism 1 million 500 ming so'm, norasmiy qism 2 million so'm. Qayta hisoblashda faqat rasmiy ko'rsatilgan daromad ko'rinadi. Shuning uchun odam qo'liga ko'p pul olgan bo'lsa ham pensiya tizimida u kam daromadli xodim bo'lib ko'rinadi. Bu juda ko'p uchraydigan muammo. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin umuman ishlamagan bo'lsangiz, aynan ishlovchi pensioner sifatida qayta hisoblash sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Lekin bu sizning pensiyangiz hech qachon o'zgarmaydi degani emas. Pensiyalar davlat tomonidan indeksatsiya qilinishi, eng kam miqdorlar o'zgarishi. Qo'shimcha to'lovlar joriy qilinishi mumkin. Bu boshqa masala. Agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz, qayta hisoblashdan katta natija kutmaslik kerak. Chunki rasmiy staj va rasmiy daromad tasdiqlanmasa, pensiya organi uni hisobga olmaydi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, qayta hisoblash avtomatik bo'ladimi yoki ariza kerakmi? Amaliyotda ayrim ma'lumotlar elektron bazalarda bo'lsa ham, pensionerning o'zi murojaat qilishi, ariza berishi va huquqini talab qilishi juda muhim. Chunki tizimda sizning ishlaganingiz ko'rinishi mumkin. Lekin qayta hisoblash uchun zarur asoslar to'liq tekshirilmasligi mumkin. Men har doim tavsiya qilaman. O'zi bo'lib qolar deb kutmang. Pensiya bo'limiga yoki vakolatli xizmatlarga murojaat qilib, aynan qayta hisoblash masalasini ko'taring. Ikkinchi nozik masala, ish beruvchining hisobotlari. Siz ishga borganingiz, ish haqi olganingiz bilan ish beruvchi hisobotni to'g'ri topshirmagan bo'lsa, elektron bazada muammo chiqadi. Masalan, ish beruvchi sizni yarim stavka qilib ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ishga kirgan sanangiz noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ayrim oylar bo'yicha ish haqi nol qilib yuborilgan bo'lishi mumkin.
Shu sababli ishlayotgan pensioner vaqti bilan kadrlar bo'limidan buxgalteriyadan ma'lumot so'rab turish kerak. Mening ish stajim va ish haqim hisobotlarda to'g'ri ketyaptimi deb so'rash uyat emas. Bu sizning kelajakdagi pulingiz. Uchinchi nozik masala mehnat daftarchasi va elektron mehnat daftarchasi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron shaklga o'tgan. Lekin eski yillardagi ish davrlari qog'oz mehnat daftarchasida, buyruqlarda, arxiv hujjatlarida qolgan. Agar mehnat daftarchasida yozuv noaniq bo'lsa, muhr ko'rinmasa, ishga kirgan yoki bo'shagan sana xato yozilgan bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Ayniqsa korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Bu jarayon vaqt oladi. Shuning uchun pensiya qayta hisobini oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. 4-chi nozik masala qayta hisoblash hamma vaqt katta oshib bermaydi. Odamlar ko'pincha men yana 2 yil ishladim, pensiyam 20 million so'mga oshadi deb kutadi. Lekin pensiya formulasi murakkab. Unda o'rtacha ish haqi, bazaviy ko'rsatkichlar, qonunchilikdagi cheklovlar, oldingi hisob-kitob va qo'shimcha davrlar hisobga olinadi. Shuning uchun natija ba'zida kamroq bo'ladi. Lekin bu murojaat qilmaslik kerak degani emas. Chunki har oy qo'shilgan kichik summa ham uzoq muddatda sezilarli mablag'ga aylanadi. 5-chi nozik masala pensiya turi. Hamma pensionerlar bir xil emas. Nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli shartlarda tayinlangan pensiyalar bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash tartibi pensiya turiga qarab farq qilishi ehtimoli bor. Masalan, yoshga doir pensiyada qo'shimcha ish staji bir tartibda ko'rib chiqiladi. Nogironlik pensiyasi esa boshqa omillar ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga shunday bo'libdi, demak menga ham shunday bo'ladi degan xulosa har doim to'g'ri emas. 6-chi nozik masala sud yoki nizo holatlari. Agar pensiya organi sizning stajingizni tan olmasa, ish haqi ma'lumotini hisobga olmasa, arxiv hujjatini yetarli emas desa, sizda qo'shimcha hujjat topshirish, yuqori turuvchi organga murojaat qilish yoki zarur hollarda sud tartibida huquqni himoya qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Albatta, har bir vaziyatni alohida o'rganish kerak. Lekin men shuni ta'kidlayman, rad javobi olsangiz bu hali hammasi tugadi degani emas. Rad javobining sababi yozma ko'rsatilishi kerak. Sababni tushunib hujjatlarni to'g'rilash mumkin. 7-chi nozik masala muddat va qayta hisoblangan pul qachondan to'lanishi. Bu juda muhim. Ko'pchilik men 3 yil oldin ishlaganman, endi borsam o'sha 3 yilning hammasi uchun farqni berishadi deb o'ylaydi. Amalda esa qayta hisoblash qaysi sanadan amalga oshirilishi, ariza bergan sana, huquq paydo bo'lgan sana va qonunchilikdagi tartibga bog'liq. Shuning uchun kechikmaslik kerak. Agar siz qayta hisoblash huquqiga ega bo'lsangiz, bugun aniqlang, bugun murojaat qiling. Har bir oy muhim. Endi eng kerakli ishlovchi pensioner nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning hozirgi pensiya holatingizni aniqlang. Sizga qaysi turdagi pensiya tayinlangan? Qachon tayinlangan? Tayinlanganda necha yil staj hisobga olingan? Qanday ish haqi davrlari olingan? Bularni bilib oling. Agar qo'lingizda pensiya tayinlash bo'yicha qaror nusxasi yoki ma'lumot bo'lsa, uni saqlang. Bo'lmasa, pensiya bo'limidan ma'lumot so'rashingiz mumkin. Ikkinchi qadam, pensiyaga chiqqandan keyingi ish davringizni ro'yxat qiling. Qaysi tashkilotda ishladingiz, qaysi sanadan qaysi sanagacha ishladingiz, to'liq stavkami yoki yarim stavkami, oylik qancha rasmiy ko'rsatildi, mehnat shartnomasi bormi, buyruqlar bormi, hammasini yozib chiqing. Oddiy daftar yoki telefoningizdagi eslatmaga ham yozsangiz bo'ladi. Muhimi tartib bo'lsin. Ish joyingizdan hujjatlarni tekshiring. Kadrlar bo'limidan ishga qabul qilish buyrug'i, mehnat shartnomasi, ishlagan davrni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, zarur bo'lsa ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni so'rang. Buxgalteriyadan siz bo'yicha rasmiy ish haqi va hisobotlar to'g'ri ketganini aniqlang. Agar elektron mehnat daftarchasida ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, ish beruvchidan tuzatishni talab qiling. 4-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Men pensiya tayinlangandan keyin rasmiy ishlaganman. Qo'shimcha ish stajimni va rasmiy daromadlarimni inobatga olgan holda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizani og'zaki emas, yozma shaklida berish yaxshi. Agar elektron xizmatlar orqali murojaat qilish imkoniyati bo'lsa, undan ham foydalanish mumkin. Lekin hujjat topshirganingizni tasdiqlovchi qayd raqamini saqlab qo'ying. 5-qadam hujjatlar ro'yxatini tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat
pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat faoliyati ma'lumotlari, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar. Arxiv hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida bo'lgani uchun pensiya bo'limi qo'shimcha so'rash hujjatlarining nusxasini o'zingizda ham qoldiring. 6-qadam javobni nazorat qiling. Ariza berdim. Endi bo'ldi deb yurib ketmang. Qachon ko'rib chiqiladi, qanday qaror qabul qilindi, qayta hisoblash natijasi qancha bo'ldi, qaysi sanam to'lanadi, bularni so'rang agar pensiya oshirilgan bo'lsa. Yangi miqdor qanday hisoblanganini tushuntirishni so'rashga haqqingiz bor. Agar rad etilgan bo'lsa, rad sababi yozma bo'lishini so'rang. 7-qadam. Xato bo'lsa, darhol tuzating. Masalan, siz 2021 yil yanvardan 2023 yil yanvargacha ishlagan bo'lsangiz, lekin tizimda faqat 8 oy ko'rinsa, bu katta farq. Ish beruvchi bilan gaplashing, hisobotlarni tuzattiring. Zarur bo'lsa, soliq organi yoki boshqa vakolatli idoralardan ma'lumot oling. Xatoni vaqtida tuzatmasangiz, pensiya qayta hisobida yutqazishingiz mumkin. 8-qadam, norasmiy ishlashdan saqlaning. Men buni alohida aytaman. Pensionerga sizga baribir pensiya bor, rasmiylashtirmasak ham bo'ladi deyishlari mumkin. Bu noto'g'ri yondashuv. Rasmiy ish sizga nafaqat mehnat huquqlarini, balki keyingi pensiya hisobida dalil bo'ladigan staj va daromadni beradi. Bugun qo'lga ozgina ko'proq pul olish uchun norasmiy ishlash ertaga pensiyada kamroq pul olishga olib kelishi mumkin. 9-qadam, oilangizdagi keksa insonlarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz, buy-bobolarimiz hujjat masalasida qiynaladi. Elektron tizimlardan foydalana olmaydi. Qayerga borishni bilmaydi. Farzandlar ularga yordam berishi kerak. Birga pensiya bo'limiga boring. Hujjatlarni tartiblang. Arxivga so'rov yuboring. Ish joyidan ma'lumot oling. Ba'zan bitta to'g'ri yig'ilgan hujjat pensionerning har oygi daromadini oshirib beradi. Bugun men sizga ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash masalasini tushuntirdim. Eng asosiy fikr shuki, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan davringiz befarq qoldirilmasligi kerak. Rasmiy staj, rasmiy ish haqi, to'g'ri topshirilgan hisobotlar va to'liq hujjatlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin hamma narsa avtomatik va xatosiz bo'ladi deb kutish noto'g'ri. O'zingiz tekshiring, hujjatlarni yig'ing, ariza bering va natijani nazorat qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsa, bugunoq ish davrlarini tekshirib chiqing. Qaysi tashkilotda ishlagansiz, qancha oylik rasmiy ko'rsatilgan, tizimda staj ko'rinayaptimi, shularni aniqlang. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Chunki bu sizning qonuniy haqqingiz. Kommentariyada yozing. Siz pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganmisiz? Qayta hisoblashga murojaat qilganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham foyda beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, ish staji va fuqarolarning ijtimoiy huquqlari bo'yicha eng muhim mavzularni sodda qilib tushuntirib beraman.